Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ammo ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aziz vatandoshlar, mo'min musulmonlar, bugun 2025-yil 13-may kuni O'zbekistondan birinchi ziyoratchilarimiz Allohning baytini ziyorat qilishlik maqsadida ulug' dinimizning ibodati bo'lgan haj ibodatini ado etishlik uchun yo'lga chiqadilar. O'zi mustaqillikka erishganimizdan bugungi kungacha bu ziyoratchilarimizni ibodati mukammal bo'lishligi, benuqson bo'lishligi uchun ustozlarimiz tomonidan juda ko'plab kitoblar tasnif etildi. Va hattoki ustozlarimiz ijtimoiy tarmoqdan chiqib ko'p bu ibodatni mukammal bo'lishligi yo'lida o'zlarini pand nasihatlarini qildilar. Jumladan bugungi kunda O'zbekiston musulmonlari diniy idorasining raisi muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar hazratlari tomonidan ham ko'p nasihatlar qilib turibdi. Jumladan u muftiy hazratlari diniy idoramizga rais bo'lganliklarida ko'p xayrli ishlar qildilar. Jumladan eng katta qilgan xayrli ishlardan bittasi O'zbekiston musulmonlari diniy idorasida fatvo bo'limiga asos soldilar va yurtimizdagi eng kuchli faqih, inshaalloh faqih ustozlarimizni jamlab bir joyga bugun mo'min musulmonlarni diniy savollariga Imom Azam mazhabida go'zal bir holatda savollarga javob berib kelmoqdalar. Jumladan oxirgi yillari umra ibodatini ado etishlik juda ham bir oson bo'lib, xususiy firmalarga sayyohlik kompaniya berganligi uchun minglab umra ziyoratini qiladigan hojilarimiz, ziyoratchilarimiz va bugungi kunda mana 15 mingga yaqin, 15 mingdan ziyodroq odamlar haj ibodatini ado etayotganligi uchun mana shu ibodatlar davomida insonlarda turli savollar vujudga kelganda diniy idoramizning fatvo bo'limi bu ziyoratchilarimizning bu ziyoratdagi tug'ilayotgan savollariga o'zimizning mazhabimizda chiroyli bir javoblar berib kelmoqdalar. Meni xodimingiz ham asoda bir qo'limizdan nima kelarkin deb turib bugun o'zimizga maqsad qildik. Ya'ni mana shu ustozlarimiz yozgan, masalan Shayx Nuriddin Xoliqnazar asos solgan fatvo bo'limining fatvo kitoblari majmuasidan mana shu savollarga javob berilgan javoblarni, savol-javoblarni o'qib boramiz inshaalloh. Va bugundan esa O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimov, Shayx Abdulaziz Mansur, Yorqinjon qori Fozilov, Abdulhamid Tursun va Mirzo Kenjabek ustozlar musanniflik qilgan Anvorul Manasik haj fatvolari majmuasi kitobidan bir boshdan o'qib boramizki, ajoyib emas, mana shu kitobdan, mana shu o'qib berganimizdan kimlardir foydalanib, mana shu ibodatlari mukammal bo'lishligiga sababchi bo'lsak, biz o'zimizni baxtiyor his qilib, oldimizga qo'ygan maqsadga inshaalloh oz bo'lsa-da erishgan hisoblanamiz. Demak, ushbu kitob haqida aytadilarki, ushbu kitob Shayx Shobir Ahmad Qosimiy Hanafiyning Anvarul Manasik, ya'ni haj amallarining nurlari asari asosida tasnif etilgan. Ushbu kitobda jamlangan fiqhiy masalalar haj tartib qoidalari haqidagi an'anaviy islom hukmlaridir. Xususan Hazrati Imom Azam mazhablarining mo'tabar kitoblaridan saralangan va eng sahih dalil hujjatlarga tayangan ishonchli fatvolardir. Bugungi kunda hajga bo'lgan talabning kuchliligi va muborak manzillarda yuzaga keladigan izdihom sababli ehtimol bu fatvolarning hammasiga ham to'liq amal qilishning imkoni bo'lmas. Lekin har turli sabablar ushbu asosli fatvolarni hayot sahifasidan o'chirishga asos bo'la olmaydi va mazkur masalalarning kitoblarida jamlanib, saqlanib turishi bugungi va kelajak uchun ayni foydadir. Demak, ushbu kitobdagi deydilarki, kitobda fatvolardan hammasidan bu ziyoratchilarimiz foydalanmasa-da, bu kitobda demak tasnif etishlik, yozishlik bu bunga to'sqinlik qilmaydi dedi. Bu bugungi va kelajak avlod uchun albatta kerakli kitobdir. Va
biz ham xuddi shunday, ya'ni bugungi yilgi ziyoratchilarimiz va bundan keyingi ziyoratchilarimiz ko'rib, mana shu ibodatlarida foydalansa, biz ham maqsadimizga inshaalloh yetamiz. Jumladan aytadilarki, shuning uchun deydilar, zamon talablariga qarab asos manbalarni qayd etish bilan birga ba'zi fiqhiy hukmlar yoniga qisqa izohlar kiritib o'tish lozim topildi. Bu mo'tabar kitob O'zbekiston musulmonlari idorasining 70 yillik faoliyati davomida haj qonun qoidalari haqida jamlangan tasniflarning eng zubdasidir dedilar. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlar bo'yicha qo'mitaning 2796 raqamli xulosasi asosida nashr etildi. Ushbu kitob 2014-yili tasnif etib nashr qilingan. Bismillahirrohmanirrohim. Bizga umrimizda bir marta haj ibodatini ado etishni farz qilgan eng sharafli bandasiga Qur'oni Karimni, undagi haj oyatlarini nozil qilgan Allohga cheksiz hamd va sanolar bo'lsin. Ummatga haj amallarini ta'lim bergan Hazrati Rasulullohga hamda ul zotning ahli baytlari va sahobalariga Allohning ko'pdan ko'p salovat va salomlari yog'ilsin. Hajning fazilatlari. Haj islomning eng muhim farzlaridan biri bo'lib, oshxona ibodatdir. Ya'ni muhabbat bilan ado etiladigan amaldir. Buni bajarishga qodir bo'la turib, beparvo bo'lguvchi kishilar haqida juda ko'p va'idlar, qo'rqituvchi azob va'dalar kelgan. Uni ado qilguvchilarga esa son sanoqsiz ajr va savoblar va'da qilingan. Demak, ushbu jumlalardan bizga ma'lum bo'lyaptiki, ushbu haj ibodatiga ketayotgan insonlar, ularni u yerga chorlayotgan narsa Alloh va uning rasulining muhabbati. O'zi Ka'ba bir cho'lda joylashgan. Bizni chorlayotgan narsa nima desa, Allohning habibi. Siz u bizlarni payg'ambarimizni ravzalarida turib, assalomu alaykum ya Rasululloh deyishlik baxti. Allohning baytida taof qilib, duo iltijolar qilishlik. Ya'ni bu oshiqlarning ibodati ekan. U joyga borganimizda Muzdalifa, Mino, Arafot, jamoatlardagi izdihomlar, bular bu lazzat beradigan ibodat. Ya'ni bu oshiqlarning ibodatidir deydi. Endi bu oshiqlarning ibodatiga qodir bo'la turib bormagan, bugun imkoniyati bo'lib bormagan insonlarga esa juda ko'p va'idlar, ya'ni azoblar hozirlangan. Lekin bugun imkoniyati bo'lib, shunday bir chiroyli bir imkoniyatni yaratib berayotganda davlatimiz bundan foydalanib, bu ziyoratlarga borgan insonlarga esa juda ham katta bir savob ajrlarni va'dasini, xushxabarini beryapti. Jumladan Imom Tabaroniy Al-Mu'jamul Kabir nomli kitoblarida Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhudan ushbu mazmundagi hadis sharifni rivoyat qilganlar. Qaysi bir shaxs Makka mukarramadan Arafotgacha ulov ustida borib haj qilsa, minib yurgan ulovining har bir qadami uchun unga 70 tadan hasanot yoziladi. Va bir shaxs Makka mukarramadan Arafotgacha yayov yurib haj qilsa, uning har bir qadamiga 700 dan hasanot yoziladi dedilar. Imom Hokim Mustadrak va Imom Bayhaqiy Shu'abul Iymon nomli kitoblarda sahih sanad bilan ushbu mazmundagi hadis sharifni rivoyat qilganlar. Kimki Makka mukarramadan Arafotgacha piyoda yurib haj qilsa, uning har qadamiga 700 hasanot yoziladi. Muqaddas haramda erishilgan har bir hasanot esa boshqa joyda bajarilgan 100 ming hasanotga barobardir deydilar. 100 mingni endi deydilar 700 ga ko'paytirsak 70 million bo'ladi. Qarang, qanchalik ulug' savoblar berilyapti bu ibodatni ado etsak. Demak, Makka mukarramadan Arafotgacha piyoda yurib haj qilgan hojning har bir qadami uchun 70 million hasanot beriladi dedilar. Bu Haq taoloning behisob in'om va ehsonidirki, bir ibodat evaziga minglab, balki millionlab ibodat savobini ato etmoqda. Izoh beradilar ustozlarimiz. Bugungi kunda haj manzillaridagi izdihomni hisobga olib, turli tasodiflarni oldini olish maqsadida
Makka Mukarramadan Arafotga borishda haj rahbariyati tomonidan joriy etilgan avtobus karvonlari bilan bir yo'lga chiqish maqsadga muvofiq deydilar. Demak, o'zi ziyoratga ketayotgan hojilarimiz mana shu ziyoratga chiqishdan boshlab barcha mutasaddi, jumladan har bir jamoaning 50 boshisi bir ahli ilmi borki, ana shu ahli ilmlarga itoat etishliklari lozimdir. Hammadan haj boshlanganda, Mino vodiysiga borganda, Mino vodiysidan Arafotga borganda, Arafotdan Muzdalifaga, Muzdalifadan yana Minoga qaytib kelishlik va mana shu ulug' ibodatni ado etayotgan vaqtda albatta avtobuslarga minib 50 boshlarga itoat qilishlikni nasihat qilyaptilar. Imom Tabaroniy Al-Mu'jamul Kabir kitoblarida Abu Umoma radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadis sharifda aytilishicha, bir necha o'rinda, jumladan musulmon kishi muqaddas Ka'batullohni ko'rganda duo qilsa, osmon eshiklari ochiladi va uning qilgan duosi ijobat bo'ladi deydilar. Demak, Ka'baga haram sharif kelayotganda insonni birinchi nazari Ka'baga tushganda qo'lini ochib duo qilishligini nasihat qilinyapti. Va ana shu Ka'baga kirganda, endi ana shu Ka'bani taof qilayotganda o'sha ziyoratchi qanaqangi bir ulug' bir maqomda bo'lishligi, ana shu Ka'bada o'tirganda, ibodat qilayotganda, ana shu Ka'baga qarab turganda endi unga qanaqangi bir Allohning rahmati yog'iladi desalar, Rasulimiz sollallohu alayhi vasallam yana aytadilar. Al-Mu'jamul Kabirda Hazrat Ibn Abbos radhiyallohu anhu modan rivoyat qilgan hadis sharifda janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar. Bu baytga har kuni 120 rahmat yog'ilib turadi. 60 tasi taof qilguvchilarga, 40 tasi namoz o'quvchilar uchun, 20 tasi Ka'baga nazar qilib turguvchilar uchun deydilar. Boshqa rivoyatda esa Ka'baga qarab turishlik ibodatdir deydilar. At-Targ'ib va Tarhib kitobida Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu dan ushbu hadis rivoyat qilinadi. Bir hojiga o'z xonadonidan 400 kishini, boshqa bir rivoyatda esa 400 ta xonadon ahlini shafaat qilish ixtiyori beriladi dedilar. Imom Bayhaqiy Shu'bul Iymonda va Abu Zar G'ifari radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda aytiladilar. Qachonki hoji o'z uyidan chiqib 3 kecha kunduz yursa, u xuddi onasidan tug'ilgan kundagidek gunohlardan poklanib chiqadi. Undan keyingi kunlari o'tgan sayin darajasi ortib boradi. Yana Sahih al-Buxoriyda ushbu hadis rivoyat qilinadi. Agar kishi haj qilish davrida fahish, uyat gaplarni gapirmasa, fosiqlik qilmasa, biror harom ishni amalga oshirmasa, Allohning itoatidan chiqmasa, go'yo onasidan tug'ilgan kundagidek gunohlardan poklanib qaytadi dedilar. Ba'zan hayotda hojilarning oldingi gunohlarini eslatib, malomat qilish, ularni eski noxush laqablari bilan atash hollari uchrab turadi. Bu ish o'ta behurmatlikdir. Ixlos ila ado etilgan haj sababli Alloh taolo bandalarining butun gunohlarini kechirgach, endi insonlar o'tmishdagi xatolarini ta'na qilaverishi durust emas. Shuningdek, hojilar ham muborak haj ehtiromini saqlashi, o'zini o'zi behurmat qilmasligi, hayotlarini butkul yaxshi tomonga, go'zal axloq, ezgulik va ibratli turmush tomonga o'zgartirishi vijdoniy ishlaridandir. Zero hajning qabul bo'lish alomatlaridan biri hajdan so'ng hojining hayot tamoman yaxshilikka qarab o'zgarishdir dedilar. Demak, ushbu hadislardan va ustozlarning bergan nasihatlardan bizga ma'lum bo'lyaptiki, ziyoratchi uyidan, xonadonidan chiqishligi bilan inshaalloh uning gunohlarini Alloh mag'firat qilib yuborar ekan. Qanday mag'firat qiladi desa, onadan tug'ilganimizda gunohsiz, ma'sum bir holatda tug'ilganimizdek, onadan tug'ilganda qanday inson gunohsiz bo'lsa, ana shu holatda Alloh gunohlarimizdan poklar ekan. Sharti borib kelgungacha niyat xolis lillahi Alloh uchun va borib kelgungacha fahish, uyat gaplarni gapirib,
ziyoratchilar bilan u joydagi boshqa ziyoratchilar bilan urushib, yoqalashib, baqir-chaqir qilmasdan borib kelgan insonni gunohini Alloh mag'firat qilar ekan. Endi borib kelganimizdan keyin albatta biz ana shu oradan gunohsiz qaytib kelgan inson bo'lib turganimizda endi qaytgan keyin mana shu hojilik ulug' bir maqomga dog' tushirmasligimiz lozim ekan. Yurishda, turishda, odobda, axloqda, ahli oilamiz, bola chaqamiz, qo'ni qo'shni, mahalla ko'yni oldida biz endi ibrat bo'lishligimiz lozim bo'ladi. Ko'rganda bu inson mashaalloh qaytib kelgandan keyin bir ajoyib o'zgardi. Ajoyib bu insonning taqvosi umuman bir boshqacha bo'ldi deb bizga ibrat bilan qarashlari lozim bo'ladi. Afsuski, mana shu holatlarda yursa taqvoda, bir chiroyli bir holatda bu ibodatni lazzatini topgandan keyin qo'ni qo'shnisi yoki yaqinlariga nasihat qilib, "O birodar, boring, maza qilasiz ekan, sizda imkoniyat bor" deb yoki boshqa bir nasihat qilsa, "O qachondan beri bir da'vatchi bo'lib qoldingiz, qachondan beri nasihat qiladigan bo'lib qoldingiz, kecha yuruvdingiz-ku" deb o'tmishdagi uning holatidan gapirib, ularni izza qilishlik bu o'ta ham beodoblik hisoblanar ekan. Va jumladan albatta borib kelganimizdan keyin biz ham o'zimizni nomimizga dog' tushirmasdan yurishligimiz lozim bo'lar ekan azizlar. Shuning uchun bugun hajga ketayotgan ziyoratchilarimiz barchamiz borib kelgandan keyin xalqimizni oldida, mahalla ko'yni oldida, qarindosh urug'larni oldida hammalarimiz ibrat namuna bo'lsak, bu o'zimiz uchun eng avvalo va jamiyatimizda mana shu hojilik nomiga dog' tushirmagan bo'lamiz. Allohdan so'raymizki, ey Alloh, bizning duo ibodatlarimizni qabul et. Qayta-qayta dargohingda hozir bo'lishni, sening pok va suyukli Habibing sallallohu alayhi va sallamni qayta-qayta ziyorat qilishni bizga nasib ayla. Amin. Ey Robbim, salovat va salomlarimizni haloyiqning eng yaxshisi bo'lgan Habibingga doimo abadiy yetkazib turgin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.